Jigarlarim, assalomu alaykum. Mijozimizni GT-Line'ga to'laganida bir haftaga qolmay chiqdi lekin zavoddan. Ko'rinish. Asosiy birinchi farqi oldi bamperida, diskasida. Salonda bir ikkita o'zgarishlari bor. O'rdalarga bitta ahamiyat qilib qo'ysanglar. Salon neobычный qilingan. Sidenyalar koja material aralash. Ruchkalarda laklari bor. Orqasidan ham rangi staloy. Hamma rangi chiqyapti o'sha sekin-sekin. Agar shunaqa mashinaga qiziqqan bo'lsanglar, Kia Rohat avtosaloniga kelinglar. Shu yerda to'liq ma'lumot berib, test drive qilib haydab ko'rasizlar. Ma'qul bo'lsa, to'lab mashinani olib chiqib ketasizlar. Bundan tashqari chiroyli bonuslarni ham qilib beramiz.